7. bab. Әмді, sizlar xetinlarda oturuq qo'ygan məsələlərə keləyli. Sizlar ərlərinin öz ayollarına yaxınlaşmaslığı yaxşımı? Deb sorapsizlar. Mening javobim shuki, aranglarda yuz bergan jinsi axloqsizlikdan saqlanish uchun har bir jup ayol öz hamrohlari bilan bir o'rinda yotsin. Ayoliga nisbatan erlik majburiyatini ado qilishi, ayolmu eriga nisbatan ayollik majburiyatini ado qilishi kerak. Ayolning tini faqat o'ziga emas, erigimu taalluqdir. Shuningga o'xshashla, erning tinimu o'ziga emas, ayolgimu taalluqdir. Ayol bir-birining jinsi talabini rad qilmasligi kerak. Faqat bütün zehninglar bilan duo qilish maqsadida o'z ma'qullinglar bilan vaqtliq birga yatmaslikqa kelishgandan boshqa vaqtlarda bir-biringlardan ayrilib yatmanglar. Bo'lmasa, shayton sizlarning o'zinglarni tutib olmaganliginglardan foydalanib, sizlarni zinaxo'rlik qilishga ozdirib ketishi mumkin. Vaqtliq ayrılib turish to'g'risidagi bu so'zlarim faqatla bir taklif, buyruq emas. Albatta, hammanglarning menga o'xshash to'y qilmasliginglarni xohlaydim. Lekin bu ishda hamma odam o'xshash emas. Chunki Xudo iltifot ko'rsatib, ba'zilarga to'y qilishni, ba'zilarga bo'lsa to'y qilmay o'tishni bergan. Endi jo'risi o'lib ketgan va ayollarga kelsak, sizlarga shuni aytib qo'yayki, sizlarning menga o'xshash to'y qilmay yashashinglarni yaxshi deyman. Lekin o'zinglarni tutib ololmasanglar, nikohlaninglar. Chunki shahvat o'tida ko'ygandan ko'ra nikohlik bo'lgan yaxshidir. Nikohlik bo'lgan e'tiqodchilarga kelsak, ularga shuni buyuramanki, ayol eridan ajrashmasin. Bu meningla emas, balki Rabbimizning buyrug'idir. Ajrashgan bo'lsa, qayta to'y qilmasin yoki o'z eri bilan qaytadan yarashib olsin. Ermu ayolni qo'yib etmasin. Qolganlaringlarga kelsam, gerçi bu to'g'riliq Rabbimizdan hech qanday buyruq olmagan bo'lsammi, lekin men sizlarga shuni aytmanki, agar to'y qilgandan keyin Ayso Masihga e'tiqod qilib, ayoli e'tiqod qilmagan bo'lsa, biroq davomliq birga yashashga rozi bo'lsa, u chaqda eri uni qo'yib etmasin. Agar to'y qilgandan keyin ayol Ayso Masihga e'tiqod qilib, eri e'tiqod qilmagan bo'lsa, biroq davomliq birga yashashga rozi bo'lsa, u chaqda ayoli uningdan ajrashmasin. Chunki Ayso Masihga e'tiqod qilmagan hamrohi, uning e'tiqodchi eri yoki ayoli orqali Xudo tarafidan qabul qilinib, ularning nikohi Xudoning nazarida yanila pok bo'ladi. Undaq bo'lmaganda ularning farzandlari napok bo'ladi. Amaliyotda pokdir. Biroq e'tiqod qilmagan taraf ayrilman desa, ayrilsin. E'tiqodchi bo'lsin yoki ayol bo'lsin, bundaq ahvolda o'z nikohini zo'rlab davomlashtirishining hojati yo'q. Vaholanki, Xudo sizlarni hamroyinglar bilan inoqlikda yashashga chaqirgan. Ey e'tiqodchi ayol, balkim ering sen orqali Ayso Masihga e'tiqod qilib qutqizilishi mumkin. Ey e'tiqodchi balkim ayoling sen orqali Ayso Masihga e'tiqod qilib qutqizilishi mumkin. Her kim Xudo tarafidan chaqirilganda, Rabbimiz Ayso uningga ata qilgan salohiyat bo'yicha yashayversin.
Buni hamma e'tiqodchilar jamoatchiligiga buyuruyman. Masalan, bir kishi Xudo tarafidan chaqirishdan burun Yahudi diniga kirish uchun xatni qilingan bo'lsa, u buni yoshirmasin. Bir kishi Xudo tarafidan chaqirilganda xatni qilinmagan bo'lsa, shundoq turaversin. E'tiqod qilguvchining xatni qilingan yoki qilinmaganligi muhim emas, eng muhimi uning Xudoning amrlariga amal qilishidir. Har kim Xudo tarafidan chaqirilganda qandoq salohiyatda bo'lgan bo'lsa, shu salohiyatni saqlasin. Agar sen Xudo tarafidan chaqirilganda qul bo'lgan bo'lsang, o'zingning qul bo'lganligingdan qayg'urma. Lekin hur bo'la olsang, fursatni qo'ldan berma. Xudo tarafidan chaqirilgan kishi qul bo'lsa, u Rabbimiz Aysoga mansub bo'lganligidan ruhiy jihatda ozod qilgan erkin odamga aylanadi. Shuningdek, Xudo tarafidan chaqirilgan kishi erkin odam bo'lsa, u Ayso Masihga itoat qilganligidan uning quliga aylanadi. Xudo Ayso Masihning qimmatli qini bilan sizlarni gunohning ilkidan hurlikka chiqardi. Shunga endi sizlar Xudoga itoat qilinglar. İnsanlarning o'y fikrlariga qul bo'lmanglar. Qarindoshlar, har kim Xudo tarafidan chaqilganda qandoq salohiyatda bo'lgan bo'lsa, Xudoga bog'langan yangi hayotida shu bo'yicha yashasin. Xetinglardagi bo'yga yetgan qizlar masalasiga kelsak, Rabbimizdan ular to'g'risida biror amr olmadim. Shundaqdimi? O'z fikrlarimni o'tirg'a qo'ymoqchiman. Rabbimiz menga rahim shafqat ko'rsatganligi uchun mening so'zlarim ishonchlidir. Men shunda qaraymanki, bugungi qiyinchiliklarga nazar solganda har kim Ayso Masihga e'tiqod qilgan chog'idagi salohiyatida qog'ini yaxshi. O'ylangan bo'lsang, ayolingni qo'yib etishni o'ylama. O'ylangan bo'lsang, o'ylanaman dema. Lekin o'ylansangmi, gunoh qilgan bo'lmaysan. Bo'yga yetgan qizlarmi erga tegsa, gunoh qilgan bo'lmaydi. Biroq nikohlik bo'lganlarning kunlik turmushda xilma-xil qiyinchiliklari bo'ladi. Men sening bu qiyinchiliklardan saqlanishinglarni xohlayman. Qarindoshlar, shuni demoqchimanki, Xudoga xizmat qiladigan vaqtimiz qisdir. Bundan keyin Xudoga xizmat qilishda o'ylangan alla o'ylanmagandek butun niyati bilan Xudoga xizmat qilsin. Motam tutish, xushal bo'lish yoki boy bo'lish Xudoga xizmat qilishda hargiz to'salg'i bo'lmasin. Bu dunyo boyliqlardan bahramand bo'layotganlarmi boyliqqa berilib ketmasin. Chunki bu dunyo o'tkinchidir. G'amsiz bo'lishinglarni umid qilaman. O'ylanmagan Rabbimizni xursand qilish uchun Rabbimizning ishlarining g'amini qiladi. Lekin o'ylangan ayolni xursand qilish uchun bu dunyoning ishlarining g'amini qiladi. Shuning bilan uning ko'ngli ikkiga bo'linib ketadi. Ersiz ayol yoki nikohlik bo'lmagan qiz bo'lsa, jismoniy va ruhiy jihatda o'zini Xudoga atash maqsadida Rabbimizning ishlarining g'amini qiladi. Lekin nikohlangan ayol bo'lsa, erini xursand qilish uchun bu dunyoning ishlarining g'amini qiladi. Buni sizlarning put-qo'linglarni tushab qo'yish uchun emas, balki sizlarga foydasi bo'lsin va ko'ngli ikkiga bo'lmay, o'zlarini Rabbimizga atab, uning uchun yashasin deb
aytyapman. Agar bir kishi va'dalashgan qizni ortiqcha saqlatib qo'yib, uning bilan to'y qilmagan bo'lsa va shu sababdan bu qizga yuz kelmaydiganligini his qilsa, bundaqda tegishli deb qargan ishni qilsin. Ya'ni uni amriga olsin. Bundaq qilish gunoh qilganlik bo'lmaydi. Biroq bir kishi besim ostida emas, o'z irodasi bilan va'dalashgan qizni amriga olmaslikqa qaror qilgan bo'lsa, hamda shahvatini besib oladigan bo'lsa, yaxshi qilgan bo'ladi. Qisqasi, to'y qilish yaxshi, to'y qilmaslik texmi yaxshi. Eri hayot chog'da ayoli eriga nikohda bog'langan bo'ladi. Lekin eri o'lib ketsa, xohlagan kishi bilan nikohlanishga erkindir. Lekin u kishi e'tiqodchi bo'lishi kerak. Biroq tul ayol tul peti tutsa, texmi baxtli bo'ladi. Bu mening ko'z qarashim. Lekin men o'ylaymanki, bu ko'z qarashimga Xudoning ruhi yetakchilik qildi.